Bugun biza uydagi bor narsadan pirog pishiramiz. Sen-chi? Yo'q. Uyda ham bunaqa zgushonka qolib ketuvdi. Shuni qo'shib yuboramiz shakar o'rniga. Kudi. Yaxshi aralashtirib olsan. Bende. Yo'q. O'zim qalaman. Yo'q, o'zim. O'zim. Ha. Bir piyola qatiq qo'shamiz. Bende. Ana. To'ldirmasdan bir choy qoshiq soda solamiz. Bende bana qalaman. Koma. Mana bunaqa shaftolilarni kesib, taxlab chiqamiz. Sizlar nima qilasizlar? Yo'q. Qanaqa chiqdi bilmayman, hayotimizda bir soatdan beri. Bye. Ana. Bo'ladi. 35-40 minutga 180 gradusga duxovkaga qo'yamiz. Mana böyle. Ko'rinishi biz o'ylagandek emas-u, lekin yaxshi chiqdi deb o'ylaymiz. Mana shu yumshoq chiqdi. Вообще dahshat.